bizani ko'pchilikning o'ylovida trakka chiqqandan keyin tamom hayoti tugadi. Trakka chiqsang bel og'rig'i olasan, trakka chiqsang gemoroy bo'lib qolasan, trakka chiqsang faloning bo'lib qoladi. Qo'yavergandan keyin qarasam auditoriya ko'paydi. Odamlar уже ko'ryapti, misol followerimiz misol уже yaxshi keldi-da, подписчик zo'r. Undan keyin to'xtadidim, keyin planirovkani o'zgartirdim. Что trakni hayotini ko'rsataman, lekin biza o'ylagan trak hayotini emas. Misol siz trak hayoti desangiz, nimani o'ylaydi odamlar? Ha, trakka chiqdi, tamom. Yo'q, bu semirib ketadi. Gemoroy bo'ladi. Belida bir nimasi og'riydi, grijasi chiqadi, ish qilib bizani ko'pchilikning o'ylovida trakka chiqqandan keyin tamom hayoti tugadi. Tamom уже tamom bo'ldi deb o'ylaydik-da. Bizga chunki shunaqa deb ko'rsatilganda, trakka chiqma faloning bo'lib ketadi, trakka chiqma pismadon bo'lib ketasan, gemoroying chiqadi deb yo'q. Misol men trakka chiqdim, ha boshlanishida to o'rganguncha har xil vaziyatni ko'rdik. Undan keyin odamlarga men aytdim, yo'q. Shunaqa qilib ko'rsataman hayotini. Odamlar trak hayoti zo'rligini bilsin. Boshqacha ko'zdan ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana misol men Samarqandda yurgan paytimda ham trakchilikni gaplashganda odamlar shunaqa vahima qilib ko'rsatadi-da. Trakka chiqsang bel og'rig'i olasan, trakka chiqsang gemoroy bo'lib qolasan, trakka chiqsang faloning bo'lib qoladi. Siz ham stolchada ko'p o'tiraversangiz ofisda, shunaqa hammaga ozgina sal zo'riqsangiz, gemoroy chiqaman desa chiqaveradi-da. Prosta odamlarga trakka chiqqandan keyin to'g'ri yashashni ko'rsatmoqchiman. Mana misol men trakda yurib, dieta qila olaman. Trakda yurib o'zimni ustimda ishlay olaman. Misol men trakka chiqqanimdan keyin o'sha yerda misol kitob o'qishga vaqt topaman. Zalga chiqishga vaqt topaman. Bu narsani Instagramda ko'rsataman, что давай, o'tirib, misol odamlar nima uchun semirib ketyapti? Yuk qolmadi, misol yuk yo'q bozorda. Nima qiladi? Yotadi faqat. To'g'rimi? Ovqatni yeydi, telefonni o'ynaydi, yotadi. Kilolar qo'yib nima qilib, Ayb kimda bo'ladi? Ayb sizda bo'ladi. Ayb o'sha odamda bo'ladi. Undan keyin kim semirib ketadi? O'sha odam semiradi, ha desa trakka chiqqanimdan keyin semirdim deb. Balo qilgan trak. Baloga qolgan trak.